Assalamu alaikum va rahmatullohi va barakatuh jamoat. Allohning rahmati bilan hozirgi davrda qoshin biz ilarida o'tiramiz. Ham g'oyibda kelib jetgan Allohning rahmati bilan bizda Alloh mumkinlik bergan bir-birimizga bo'lak bergan. Masalan, shuluq men mana 4 bolaning atisi bo'laroq, mening uchun bolalar uchun biror jurnal bek muhim. Ham mana qarag'iz, hatto idanda chiqmaysham, mana internetga chiqib, masalan, men mana salovat ko'pirin o'z bolalarimga yozdirishga tirisham. Alloh taolo qabul qilsin, ajrlarini bersin. Ham bek ko'p boshqa mana bizning Tataristonda, tatar tilimizda shiga turgan gazet ham jurnallar bek ko'p. Shulardan Jamiatul Muslimin yozilariga unutmag'iz. O'z ota-onalaringizda, abi-boboylaringizda shundoq bizda shiga turgan, biz shiga turgan musulmon gazetasida unutmag'iz, masalan, bizning indeks P3131 o'z bola aniqlaringizda, ota-onalaringizda, abi-boboylaringizda jurnal gazetlarga yozdiramiz.